mandan hozir baxtiyor odam va qolaversa shu ajoyib ziyoratga Tangri taolo meni loyiq ko'rgani va bandalari va shu tashkilotchilar loyiq ko'rgani men uchun katta sharaf. Ilohim bardavom bo'lsin. Xudo xohlasa hali ko'p ishlar qilamiz inshaalloh birga Oybekjon Xojona, siz doim duoda bo'ling, uzoq yillar bizga duoda bo'ling. Ilohim shunaqa aziz joylarga borib ziyorat qilish hammaga nasib o'zaylasin. Agar qarshi bo'lmasalaring, shu otam shu yerda turibdilar, shuni men otamga topshirsamda, keling. Albatta ota-ona farzand o'stiradi, uni kamolini, baxtini, yaxshi kunlarini ko'raylik. Parvardigorga shukr, hech qachon biz yomon gap olib kelmadik, chunki xalq xizmatlarimiz doim qo'limizdan kelganicha, qo'limiz ko'ksimizda birovga bir qattiq gapirmadik, qo'limizdan kelgancha duolarni oldik. Menimcha bu o'sha qilingan ota-onalarning duolarining ijobati shu bo'lsa kerak. Farzand kamoli otam bir kun xohladilar. Avazoxonda konsertida, eshitdinglar onajonlar, Avazoxonda konsertida mehmon bo'ldimda borib bir juft 2 dona ashula aytdim. 3 kun 4 kun xuddi shunaqa voqea bo'ldi. Keyin otam chiqdilarda, bolam shu joyda sen ham konsert bersang bo'lar ekan deb duo qildilarda. Oradan hech qancha o'tmadi, 31-mayda o'zim aytgan konsertimni qo'ydim o'sha San'at saroyida. Nima demoqchiman? Ota-onani duosida ish ko'p, yaxshi. Demoqchiman, aka-ukalar, opa-singillar, ota-onaning duosini oylanglar inshaalloh, kam bo'lmaysizlar. Mana hozir ozgina bo'lsa ham bizni hurmat qilib, e'zozlab shu sovg'a berilibdi. Ota, men sizga beraman shuni. Qutlug' bo'lsin. Sostav nomidan qutlug' bo'lsin.